Bu bemorni esa butun dunyoda hech qaysi klinika, hech qaysi doktor operatsiya qilishni xohlamagan. Men operatsiya qilishga rozi bo'ldim. Assalomu alaykum. Hozir biz 50 ta davlat ichida eng kattasi bo'lgan Amrita Hospitalda turibmiz. Hozir sizlarga qanaqa operatsiya qilinadi, nimalar qilingan Osiyodagi eng kuchli doktor bilan xudo xolasa intervyu qilamiz. Namuna olive chips, banana chips. Banana chips. No Saudi Arabia chips in Hindustan. Mana shu ayol ikkita qo'li yo'q. Uyda nimadir avariya bo'lib, mana shu ikkita qo'lidan ayrilgan ekan. Mana shu yili 31-dekabr 2024-yili operatsiya qilingan hamda mana shu ayolga ikkita qo'l qo'yilgan ekan. This we did 2 days ago. Ikki kun oldin. 2 kun oldin. 30 दिन What we do? o'zgina ko'rsatadi, bu nima ish qiladi doktor? We do Hozirda butun dunyo bo'ylab plastik operatsiyani 25 ta turi bor hamda bizni klinikada hamma operatsiya qilinadi. Mabodo boshqa davlatlarda, boshqa joylarda qanaqadir kasalliklarni operatsiya qilmaymiz deyishsa, bemalol bizga olib kelishsin, biz operatsiya qilamiz. Bular esa bizni komandamizning har bir a'zosi o'zini ishini ustasi hisoblanadi. Siz ko'rib turayotgan ushbu ayol uyida avariya bo'lib, hamma sochi etlari bilan shilinib ketgan. Juda ham mikro tomirlarni ulash kerak bo'ladi hamda biz bu operatsiyani qildik va bemor oldingi holatiga qaytdi. Bu operatsiya turi esa butun dunyo bo'ylab bor yo'g'i 47 marta qilingan hamda Hindistonda bu birinchisi hisoblanadi. Biz bu operatsiyani uddaladik va ushbu qulog'ini it tishlagan bemorni biz qulog'ini oldingi holatiga qaytardik. Then this kind of hands we can take the second toe from the Keyingi bemorimizni esa qo'li qanaqadir apparatni ichida qolib ketgan hamda umuman barmog'i bo'lmagan. Oyog'idagi barmog'ini olib qo'liga qo'ydik hamda hozirda bemalol o'zi yoza oladi, o'zi mashina hayday oladi. O'zi hatto trenajyorni zalga chiqib hatto mashq ham qilyapti. this is a special thing. His hand was cut. We took Keyingi bemorimizda esa umuman barmoqlari bo'lmagan, unga ham o'zini oyog'idan bitta barmog'ini olib, o'zini qo'liga qo'ydik va ko'rib turganingizdek, u o'zi bemalol mashq qila oladi, bemalol yoza oladi. we have started transplantation. I showed the transplant. Keyingi bemorimiz esa Afg'onistondan bo'lib, u urush paytida ikkita qo'lidan ayrilgan. Biz esa boshqa o'lgan odamning qo'lini olib bunga qo'yganmiz hamda hozirda u bemalol o'zi telefon ishlata oladi, o'zi yoza oladi. Yana qaytda armiyada xizmat qilishga ham chiqdi. Mana ushbu bemorimiz hatto bemalol dalaga chiqib ham ishlayapti. Anything in the field of plastic. Bu esa butun dunyoda birinchi marta qilingan operatsiya hisoblanadi. Ya'ni ayol kishiga erkakning ikkita qo'li qo'yilgan. Mana ko'rib turganingizdek, hozir mana qo'li ishlab ketyapti. Bemalol hamma vazifalarni o'zi mustaqil bajaryapti. Mana bunaqa og'ir mashqlarni ham bemalol bajara olyapti. Mana hatto o'zi bemalol yoza olyapti, o'zi suv ichyapti. Xullas, unga yangi qo'l qo'yilganidan juda ham xursand. This is the Iraqi. Bu esa iroqlik bemorimiz avtohalokatga uchrab, ikkita qo'lidan ayrilgan edi. Biz esa unga ikkita yangi qo'l qo'yib berdik hamda o'zi bemalol avtomobil hayday olyapti. Kundalik ishlarda nimaiki ish bo'lsa, hammasini o'zi bemalol mustaqil bajara olyapti. Bu bemorimizda esa chap qo'li yo'q edi. Bunga tirsakdan pasti chap qo'l qo'yildi. Hozirda o'zini juda ham yaxshi his qilyapti. Videoda ko'rib turganingizdek, doktorlarga minnatdorchilik bildiryapti. Keyingi patsientimizda ikkita qo'li hamda bitta o'ng oyog'i yo'q edi. Bunga mana ikkita qo'l qo'yildi va hozirda uydagi ishlarni o'zi bajaryapti. Bemalol hojatga chiqa olyapti, bemalol o'zini yumushlarini o'zi bajara olyapti. Ushbu bemorimiz esa O'zbekistondan kelgan. Mana ko'rib turganingizdek, uni yuzi deformatsiya bo'lgan, ya'ni bir tomoni ichkariga kirib ketgan edi. Biz bu bemorni tanasini boshqa joyidan suyak olib, go'sht olib, mana yuziga qo'ydik va mana shu holatga keldi. Biz ikkinchi operatsiyada unga ko'z ham qo'ydik. Mana menga bir hafta oldin tashab bergan rasmi. Hozirda holati mana bunaqa. Kimdir chiroyli bo'lish uchun yoki kimdirda tanasi deformatsiya bo'lsa, boshqa joylarda operatsiya qilinmasa, bu joyga olib kelinsa, har qanaqa operatsiya, bu dunyoda qanaqa operatsiya bo'lsa,
hammasini qiladi. So we do all computer aided planning. Bu bemorimizda esa jag'ini tepa qismi yo'q edi. Biz uni oyog'idan suyak olib, jag'ini tepa qismini tishlari bilan yasadik hamda hozirda bemalol o'zi narsalarni tishlay oladi. Bemalol ovqatlarni o'zi chaynab, o'zi bemalol yeya oladi. Bu qizchani esa yuz ko'rinishi anchagina boshqacharoq bo'lgani uchun hamda biz uni yuzini polni qaytadan rekonstruksiya qildik. Kerakli joylarga oyog'idan suyak olib, yuziga qo'ydik hamda hozirda mana bunaqa ko'rinishda bo'ldi. Bu o'sha vaqtdagi ko'rinishi bo'lsa, bu esa 8 yildan keyingi holati, bu esa 11 yildan keyingi holati. Bu ayolda esa yuzining o'ng qismini pastki jag'ida umuman tishlari yo'q edi, suyaklarigacha yo'q edi. Biz unga jag' yasab qo'ydik va hozir juda ham chiroyli holatga kelgan. Bu bemorda esa labi deformatsiyasi edi. Mana bu oldingisi bo'lsa, bu operatsiyadan keyingi holati. Ear reconstruction if the ear Bu mamlakatda quloq rekonstruksiyasi bo'yicha biz eng kuchli klinikamiz. Mana bu bemorimizni o'zini qovurg'asidan suyak olib, unga quloq yasab qo'ydik. Hamda juda ham chiroyli holatga kelgan. Bu operatsiyadan oldingi holati bo'lsa, bu operatsiyadan keyingi holati. Bu qizda ham esa xuddi shunaqa holat. Unda ham umuman qulog'i bo'lmagan. Unga ham biz quloq yasab qo'ydik. Ushbu bemorimiz esa O'zbekistondan bo'lib, uni yuz qismi juda ham qattiq kuygan edi. Operatsiyani birinchi bosqichida biz unga burun transplantatsiya qildik. Ya'ni o'zini tanasidan burun yasab unga qo'ydik. Bu bolada bo'lsa, ko'rib turganingizdek, yuzini o'ng qismi umuman ishlamas edi. Biz uni yuzini operatsiya qilib, tanasini boshqa joylardan juda ham kichik tomirlar, ya'ni ko'z bilan umuman ko'rinmaydigan tomirlari olib qo'ydik. Hamda operatsiya bo'lganidan keyin mana bemalol yuzi ishlayapti. breast reconstruction, anybody with breast cancer. Ko'krak transplantatsiya. Ko'pgina ayollarda rak yoki shunga o'xshash kasalliklar bo'lganidan keyin ko'kragini olib tashlanadi. Biz esa o'sha ayolni o'zini tanasidan boshqa joydan olib, xuddi o'zinikidek yana qayta yasab qo'yamiz. Hamda eng muhimi bizniki funksionalnost, ya'ni ishlaydigan bo'ladi. These kind of things, brachial plexus surgeries are done. Bu bemorda bitta qo'li umuman ishlamas edi. Operatsiya qilganimizdan keyin mana ikkala qo'li ham ishlab ketdi. Bu bemorimiz esa O'rta Osiyodan, ya'ni Qirg'izistondan bo'lib, unda tug'ma jinsiy a'zosi yo'q edi. Uni o'zini qo'lidan jinsiy a'zo yasab, operatsiya yo'li bilan unga qo'ydik. Bu jinsiy a'zo sezadi. Uni albatta yana bitta operatsiya qilamiz. Keyingi operatsiyada unda farzandli bo'lish imkoniyatini ko'rib chiqamiz. Keyingi bemorlarimiz fil kasalligi bilan og'rigan. Mana bu oldingi holati bo'lsa, bu keyingi holati. Bunisi ham bu oldingi holati, bu esa operatsiyadan keyingi holati. Keyingi bemorimizda esa nevrologik muammo bo'lgani uchun o'ng oyog'i umuman ishlamagan. Biz uni ham operatsiya qilib, mana ishlatib berdik. Mana bu bemorda ko'rib turganingizdek chap oyog'i umuman ishlamayapti. Mana bu esa operatsiyadan keyingi holati. Bemalol o'zi mustaqil harakat qilib, bemalol o'zi yuryapti. Ushbu bemorda esa ko'z yoshi umuman bo'lmagani uchun ko'zi ko'r bo'lib qolgan edi. Biz uni ko'zini operatsiya qilib, boshini o'ng tomoniga apparat qo'ydik. Ushbu apparat sun'iy ravishda ko'z yosh yaratib beradi va ko'rish qobiliyatiga ega bo'ldi. Endi bemalol o'zi harakat qila oladi, hamma joyini ko'ra oladi, hatto unda o'qish imkoniyati ham paydo bo'ldi. We have also done trachea transplantation. Bu esa nafas yo'li operatsiyasi. Mabodo kimdadir nafas yo'lida muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelsa, biz operatsiya qilib to'g'rilab berishga harakat qilamiz. Bu bolalarda tug'ma ravishda yuzda muammolar bor edi. Mana biz operatsiya qilib ularni yuzini to'g'riladik. Mana bu oldingisi, bu keyingisi. Tepadagi 3 ta bemorlarning bolachalari oldingi holati, 3 ta pastdagi esa operatsiyadan keyingi holati. Yuzlari juda ham chiroyli holatga kelgan. Bu esa bizni operatsiya qilgan keyingi bemorlarimiz. Kimni boshi mana shunaqa holatda bo'lsa, biz bemalol operatsiya qilib uni yaxshi holatga keltira olamiz. Mana bu operatsiyadan oldingi holati, bu esa keyingi holati. Tishlar hamda jag'lar bo'yicha ham qanaqa muammo bo'lsa, biz uni juda ham chiroyli qilib, chiroyli holatga keltiramiz. Mana bu bemorda esa boshi juda ham kichkina edi. Biz uni operatsiya qilib kattalashtirdik. Juda ham chiroyli holatga keltirdik. This kind of child. Bu bemorni esa butun dunyoda hech qaysi klinika, hech qaysi doktor operatsiya qilishni xohlamagan. Oxiri bizga olib kelishganidan keyin
Men operatsiya qilishga rozi bo'ldim va ko'rib turganingizdek, bu operatsiyadan keyingi holat. Bu bemorni biz 20 soat davomida operatsiya qildik. Hozirda ushbu bemorimiz o'zini juda ham yaxshi his qilyapti. Biz odam tanasi bo'yicha hamda uni yuzini chiroyli holatga keltirishi bo'yicha har qanaqa operatsiyalarni bemalol qila olamiz. Bu masalalar bo'yicha bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Mana bu qizni oldingi holati bo'lsa, bu keyingi holati. Juda ham chiroyli holatga kelgan. Bu oldingisi, bu esa keyingisi. This is before after. Mana bu bolachada ko'rib turganingizdek, ya'ni uni jag'ini past qismi umuman yo'q edi. Biz unga o'zini tanasidan jag' yasab qo'ydik va soppa sog'lom bolalardek bo'ldi hozirda. All facial syndromes. Bunda o'sha peshonasini suyak qismi bo'lmagani uchun biz unga suyak boshqa joydan olib yasab qo'ydik. Mana bu operatsiyadan keyingi holati. Bunisi esa tanasidagi deformatsiya. This chest deformities, aesthetic surgery, hair transplantation. Bu esa soch ko'chirish amaliyoti. Bu soch ko'chirish amaliyotini bir kunda 24 soatda o'tkazish mumkin. Kimdadir mabodo sochi bo'lmasa, bir kun ichida bemalol soch ektirib, chiroyli bo'lib ketishi mumkin. Bu doktor deyapti, agar O'zbekistonga bizga biranta nimadir yordam kerak bo'lsa, biz konsultatsiya uchun bizga bir telda biz turamiz. Ammo ba'da kimdirga video konsultatsiya ham qilmaslar qoladigan bo'lsa, bu ham qilamiz. Rahmat, katta. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Avo sir, Do'stlar, hozir biz doktor oldidan chiqdik. Kamida 20-30 ta qilgan operatsiyalarni ko'rsatdi. Meditsinani shu darajada rivojlanib ketdi deb to'g'risi o'ylamadim. Taassurotlar juda ham katta. Thank you. Mana shu doktor mana holatini ham ko'ryapsiz. Bularda qanaqadir obro'y uchun, kibr uchun emas, to'g'risi rezultat uchun harakat qilishar ekan. O'z ustida ishlar ekan. Mana shu yerga bemalol fil kasalligi bo'yicha qo'li ishlamaydiganlarmi yoki qo'li yo'qmi, barmog'i yo'qmi, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa, biz mana shu joylarga sizlarni olib kelib operatsiya qildirish uchun hissamizni qo'shadigan bo'lsak, biz juda ham xursand bo'lamiz. O'ylaymanki, ushbu videomiz kimgadir aniq manfaatli bo'ladi. Shuning uchun like bosib, albatta o'sha mana shunaqa kasallik bilan og'rigan bemorlarga jo'natishni unutmanglar. Rahmat hammaga.